Qurultoy konstitutsiyaviy islohotning asosiy natijalaridan biri. U Qozog'istondagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarning yangi bosqichini boshlab beradi. Qozog'iston ijtimoiy rivojlanish instituti ekspert maslahatchisi Didar Tebayev shunday fikr bildirdi. Islohot davlat hokimiyati tizimigagina emas, fuqarolarning kundalik hayotiga ham ta'sir ko'rsatdi. Konstitutsiya nikoh tushunchasiga aniqlik kiritdi. Shaxsiy ma'lumotlar esa ilk bor zamonaviy raqamli texnologiyalarni hisobga olgan holda asosiy qonun darajasida alohida himoyaga ega bo'ldi. Konstitutsiyalizированы положения. Oila to'g'risidagi qoidalar, oila nima ekanligi konstitutsiyada ko'rsatildi. U erkak va ayolning teng huquqli ittifoqi deya ta'riflandi. Shunisi muhimki, oila ta'rifi aniq berilishi an'anaviy qadriyatlarimizga sodiqligimizni, ular o'zgarmasligini aytish imkonini beradi. Nega? Chunki konstitutsiyaga har qanday o'zgartirish va qo'shimcha faqat umumxalq referendumi orqali kiritiladi. Ya'ni konstitutsiyamiz qanday bo'lishini, qanday o'zgartirishlar kiritilishini xalq hal qiladi. Какой наша будет конституция, какие изменения могут быть внесены. Yangi konstitutsiyaviy kafolatlar barchaning kundalik hayotiga aylangan raqamli muhit bilan bog'liq. Stir, biometriya, bank operatsiyalari va elektron hujjatlar odatiy vositalarga aylandi. Shuning uchun endi gap nafaqat raqamli xizmatlarning qulayligi, balki inson va uning shaxsiy ma'lumotlarini konstitutsiya darajasida himoya qilish haqida ham bormoqda. И сейчас уже цифровые технологии активно применяются, в том числе и мошенниками. И здесь... Raqamli texnologiyalar firibgarlar tomonidan ham faol qo'llanilmoqda. Shaxsiy ma'lumotlarimizni himoya qilish uchun konstitutsiyaviy asos kerak edi. Qozog'iston birinchilardan bo'lib sun'iy idrok to'g'risidagi qonunni, raqamlashtirish kodeksini qabul qildi. Asosiy qoidalar, jumladan shaxsiy ma'lumotlarimizni himoya qilish kafolatlari qayd etildi. Raqamli dunyo kirib keldi va biz ma'lumotlarimiz himoyalanishi kerakligini tushunamiz. Ular birinchi navbatda konstitutsiya bilan himoyalangan. Должны быть защищены. И это в первую очередь охраняется Конституцией.